Vaqt muammo emas, uni to'g'ri taqsimlashgina muammo. Iltimos maslahat bering. Yaxshi, lekin o'zingizniki bo'lmagan vaqtni qanaqa taqsimlash mumkin? Shaxsiy rivojlanishga atalgan vaqtingizga ovqat qilsangiz, bolalaringizga qarasangiz, qaynona-qaynotangizga qarasangiz, o'qish yo ishga borib hayotiy muhim va majburiy vazifalaringizni bajarayotgan bo'lsangiz, qanaqa vaqt taqsimoti haqida gap ketishi mumkin? Xo'sh, nima? Endi oilangiz o'solmaydimi? Shaxsiy rivojlanish qila olmaydimi? Ha, men o'zim shunaqa deb o'ylagandim deyishga shoshmang. Shunchaki endi 24 soatda hammasi sizga tegishli emasligini tan olishingiz kerak xolos. To'g'ri, o'sish va shaxsiy rivojlanish uchun eng qulay payt yolg'iz bo'lganingizda, lekin unaqa bo'lmasa, endi necha soatni o'zingizni o'stirishga bag'ishlay olishingizni aniq hisoblab chiqishimiz kerak bo'ladi. Agar sizda ham o'zingizga nisbatan ishonch kam, disiplinangiz tushib ketayotganidan, hech qaysi ishingizga ulgura olmayotgan va vaqtingizni noto'g'ri taqsimlayotgan bo'lsangiz, siz bu odatlaringizni hoziroq o'zgartirishingiz shart. Men sizga disiplina bo'yicha bonus dars tayyorlab qo'ydim. Bu bonus darsni ko'rganingizdan keyin ishlaringizni orqaga surmasdan o'zini vaqtida qilish odatini shakllantirasiz. Bu darsni ko'rish uchun shunchaki kommentariyaga 2026 so'zini yozing va o'zingizdagi yangi talantlarni kashf qiling.